Assalomu alaykum. Shahlo shifo markazida bemorlar qanaqa kasalliklar bilan kelayotganini bilish xohlasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Ana bu xolamlarda stent bor, endi protez tuzada bor, lekin o'zlarining holatlariga, tana holatlariga, kasallikka qarab turib muolajalar o'tkazganmiz. O'zingiz nima fikringiz bor, nima demoqchisiz? Bu yerdagi davolash tizimi ancha juda ham qiziqarli ham juda ham ta'sirli bo'ldi. Nima uchun? Og'riqli nuqtalarimiz albatta o'sha oyoq og'rig'i, bel og'rig'i ko'pchilikda bor, osteoxondroz, o'ziga yarasha hammani o'zini muammolari bor. Ana shularga qarab bu yerda davolashar ekan, kompleks davolanishar ekan. Lekin yaxshi natija oldim. Men bundan juda ham xursandman. Men buni ko'pchilikka tavsiya qila olaman. Dorilarsiz ham hayot borligiga ishondingizmi? Albatta davolashligi menimcha ko'proq effekt beryapti, natija beryapti. Men o'ylaymanki, bu maskanga men hurmatga sazovor bo'lib yurishligini hamda duo olib yurishlarini Allohdan so'rayman. Rahmat. Ayollarimizga faqat dori bilan emas, tabiiy yo'l bilan davolanish. Chunki doridan davolanganda hozir juda ham bizda aptekalarimiz ko'p, hamma tuzalib ketgan bo'ladi. Aslida hozir hammada buket kasal bilan kelishyapti. Lekin dori foyda bermasa ham doriga murojaat qilamiz. Mana bularda ham kimikatsiz, qo'limizda shu tabiiy kuchli metodika bo'yicha davoladik, lekin natijalari menimcha o'zlarini juda ham yaxshi his qilyaptilar. Oyoqlari ham bukilmasdi. Mana hozir oyoq bukilishlari, yurak urishlari yaxshilangan. Har doim o'zingizni sog', salomat olib yuring. Qachon kasal bo'lmang. Sizni ko'rganimizga xursandman. Xudo xolasa yaxshilikda yana ko'rishaylik. Yaxshi insonlar ko'p kelsin.